Koreyada o'zbek ovqatlarining narxi qancha turishiga qiziqadiganlar bo'lsa, yaqinroq kelinglar. Shu ovqat menga 34 ming wonga tushdi. O'zbek so'mida shuncha chiqadi. Kelinglar, endi birgalikda buni obzor qilamiz. Bismillah. Hidingdan 4 ta mol go'shtli somsa menga 18 ming wonga tushdi. O'zbek so'mida shuncha bo'ladi. Va eng asosiy ovqatimiz Uyg'ur lag'mon bo'lib 15 ming wonga tushdi. O'zbek so'mida shuncha bo'ladi. Siz O'zbekistonda choyxonalardan xuddi shu ovqatlarni qancha so'mga olgan bo'lardingiz? Kommentariyaga yozib keting. Endi buni mazasini birgalikda ko'ramiz. Hali juda ham issiq ekan. Mana qarang. Shunaqa hiddagi atir bo'lganda sepib yurgan bo'lardim. Hidingdan. Yo Allohim, bu ne go'zallik, ne go'zallik. Ish qilib shu oshxona yopilib ketmasin-da. Uzoq yashasin-da, meni baxtimga uzoq yashasin. Mana qaranglar, Uyg'ur lag'mon. Voy, buni yeb ko'rmasak bo'lmaydi. Juda ham hayajonlanib ketyapman. Haqiqiy ovqatga o'xshamaydi-da, miniatyurniy ovqatga o'xshaydi, chiroyli ovqatga o'xshaydi. Bunaqa ovqatlar bo'ladi-yu, yegingiz keladi, lekin yeyishga xijolat qilasiz, chiroyliligida. Bu reklama emas. Menga pul ham to'lashmagan, barter ham jo'natishmagan, lekin maza ekan. Qani hidingdan iltimos menga shunaqa atir yasab beringlar. Lamonni qarang. Issiq ekan. Birinchi bo'lib go'shtini yeb ko'ramiz. Qani, bismillah. Og'zimda erib ketyapti. Baribir o'zbek ovqatlariga yetmaydi-da. Voy, ichida kimchisi ham bor ekan. Kimchi? Karam ekan. Wow, o'zi ham to'ldirib go'sht solib berishibdi. Baraka topishsin. Maza. Uyg'ur lag'mon yaxshi ko'radiganlar bormi? Men birinchi marta yeyapman. Voshli maza ekan. Aniq qaynonamga yoqadi. Aniq tiniq qaynonamga yoqadi. Qaynonamga ham olib beraman. Men bunga 15 ming won emas, 20 ming won berishga ham tayyorman. Mana qaranglar. Bulyoni to'kilib ketadi.